Näde idik, näge kelip qaldık, nima qilish kerak? Abdori Muhammad Yusuf. Shaksiz haqiqat shuki, islom dini qad ko'tirish dini, aziz yashash dini va xorliq zabulliqqa xotima berish dinidir. Bu haqiqatlarni söyümlük Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның hayatıdın, sahabelerinin sırtıdın ve İslam'ның altın devirlerde yaşayan musulmanlarның kudretinden körüp kelivattımız. Biz ne dedik? Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a biz seni alemlerge faqat rahmat qilib avatdiq deydi. Yani şunun bilan birlikda jimi möhminlarga düşmanga taqobil turish uchun ularga qarshi qo'linglardan kelishcha kuch jang eti tayyorlanglar. Bunun bilan Allah'ның düşmanini, o'zinglarning düşmanini va ulardan boshqa düşmanlarni qo'rqitisizlar deb qudrat tepishga, kuchlanishga buyurgan. Rahmat degan so'z kuyinish, mehribonlik ko'rsatish, yaxshilik qilish, rahm shafqat qilish degan ma'nolarni ifodalaydi. Bu din rahm shafqat qilish, yaxshilik qilishni targ'ib qiladigan, shuning bilan bir vaqtda düşmanlarga qat'iylik qiladigan, bo'zaq qilishga va bo'zaq qilinishga yo'l qo'ymaydigan, ojizlarni qo'g'dab, zolimlarni jazolaydigan dindir. Allah Taala kuch-quvvat bilan g'albini iymon bilan bog'lanishlik qilgan. G'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansubdir. Bizning dinimiz musulmonlarni kuchlik bo'lishga, bir qo'lida Qur'on, yana bir qo'lida qilich tutib turib, kurash qilishga buyurgan dindir. Payg'ambar alayhissalomning kuchlik mu'min, ojiz mu'mindan yaxshi va Allohga eng yaqinliqdir. Hammasida yaxshilik bor degan so'zi buni ifodalaydi. Allah Taalaning ikki qonuni bor bo'lib, biri tabiat qonuni, yana biri shariat qonunidir. Tabiat qonuni Allah Taala koinotda bekitib etgan qonuniyat bo'lib, u inson faqat o'zi ishlagan ishning natijasini ko'radi yoki ishlagan tishlaydi degan tabiiy qonuniyatga markazlashadi. Bu qonuniyatga amal qilganlar qaysi millatdan va qanday dinda bo'lishidan qat'iy nazar bu dunyoda natija qozonoladi va qilgan amgakining mevasini ko'ralaydi. Bu qonuniyatga xiloflik qilganlar qilmishining jazosini bu dunyoda har xil baxtsizliklarga uchrash orqali tortadi. Shariat qonuni, Qur'on Karim oyatlari yoki sahih hadislar bilan belgilangan shariat ahkomlari bo'lib, bu qil va qilma degan ikki so'zga markazlashadi. Shariatda qil deb buyurilgan ishlarni mukammal o'rindash, qilma deb man'iy qilingan ishlarni qat'iy qilmaslik har bir mu'min musulmonga farzdir. Shariat qonuniga amal qilganlar dunyo va oxiratda baxt saodatga, huzur halovatga erishadi. Uningga xiloflik qilguvchilar qilmishining jazosini avval bu dunyoda, ondan oxiratda tortadi. Peygamber alayhissalom mushu qonuniyat bo'yicha ish ko'rgan bo'lib, bir tarafdan musulmonlarni iymon va axloq jihatdan yetishtirsa, yana bir tarafdan ularni kuch-quvvat tarafdan yetishtirgan.
Natijada chorak asrga yetmaydigan bir vaqt ichida islom dinini arab yerim orlida umumlashtirib bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomdan keyin xalifalar Payg'ambar alayhissalomning izini besib mang'anliqdan to'xtamay ilgirlash va kuchlanish natijasida shu vaqtda dunyoni titirtadigan eng kuchli Rim va Paris imperatorligini mag'lub qilib, ularning hokimiyati ostida ezilgan xalqlardan insonlarga cho'qinishning xorliqidan Allah Taalaga ibodat qilishning azizligiga chiqargan. Yana shu yo'lda izchil mengib, Osiyo, Afrika va Yevropadan iborat 3 qit'ada hokimiyat yurgizgan edi. Ular Allah Taalaga tavakkul qilish bilan sabab qilish o'rtasidagi munosabatni nihoyat yaxshi tushungan va barliq ishlarni mushu tushuncha ustiga qurgan edi. Chunki haqiqiy tavakkul qo'lidan kelgan sabablarni qilish bilan billa Allah Taalaga tayanishdir. Oddiy bir dehqonning Allah Taalaga tavakkul qilishi oldi bilan yerga uruqni selib, uni sug'urib, uningga yetarlik o'g'it qatorliqlarni selib, dehqonchilikqa kerak parvishlarni to'liq qilib, andin ochliqning chiqishini Allah Taolaga topshirdi. Payg'ambar alayhissalom sabab bilan tavakkulni birlashtirib mundaq degan: O'zingga manfaatli ishga tirishqin va Allohdan yordam tilagin. Bu hadisdagi o'zingga manfaatli ishga tirishqin degan jumla mayli dunyolik bo'lsin yoki oxiratlik bo'lsin, o'zingga foydali bo'lgan ishni amalga oshirish uchun qo'lingdan keladiganlik sabablarning hammasini qilgin. Niyatingda, himmatingda, ish harakatingda va tadbirlaringda aktiv va jiddiy bo'lgin deganni. Allohdan yordam tilagin degan jumla Allah Taolaning qudratiga va sana yordam qildiganligiga chin dilingdan ishonib, uningga tayong'in. Ishingning natijasini Allah Taolaga topshirgin deganlikdir. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, bir odam Payg'ambar alayhissalomdan avval tugamni bog'lab, ondan Allohga tavakkul qilaymi yoki tugamni qo'yib berib, ondan Allohga tavakkul qilaymi deb so'ragan. Payg'ambar alayhissalom uningga avval tugangni bog'lag'in, ondan Allohga tavakkul qilg'in degan. Sababga cho'qish, kufrlik, tayyor topliq, osiylik. Sabab qilish bilan billa Allohga tayinish haqiqiy muhimlikdir. Islomning oltin davrlarida ilmlar diniy ilm, fanniy ilm deb ayrilmaydi. Öz vaqtida musulmonlarning orasidan chiqqan Jabir ibn Hayyan, Abu Bakr Razi, Biruni, Xorazmi, Farabi, Ibn Rushidi, Ibn Hayyam, Ibn Sina qatorliq son-sanoqsiz ulamolarning har biri dinda olim bo'lganning sirtida falsafa, meditsina, matematika, ximiya, astronomiya, fizika, biologiya qatorliq ilm-fan sohalarida eng avval fikr yurgizib, bu fanlarning nazariyaviy asoslarini turg'izgan kishilar edi. Ularning ko'plari diniy sohalarda kitob yozgandek, yuqorqi ilm-fan sohalardami ko'plagan qimmatli asarlarni yozgan. Demak, ular ilmni diniy ilm, fanniy ilm yoki dunyolik ilm, oxiratlik ilm deb ayirmagan. Hammani o'qigan va hammaga ko'ngil bo'lgan.
musulmonlarning tunji doktorxonasi milodiya 706-yili Əməvilər xəlifəsi Valid ibn Abdul Malik davrida Dəməşqdə barlıqqa kelgan bolsa, Angliyada tunji doktorxona 14-asrda barlıqqa kelgan. Musulmonlar milodiya 707-yili Dəməşqdə tunji oq kasallar doktorxonasini salgan bolsa, Yevropada 1313-yili Padişah Velib davrida oq kasallarni bir yerga to'plab, ko'ydirib o'ltirish haqida qaror chiqarilgan ekan. Chunki ularning e'tiqodi bo'yicha oq kasallar Allohning g'azabi va davlatga shumliq keltiradigan ofatlar deb sanaldi ekan. Musulmonlarning tunji universiteti milodiya 737-yili Tunis shahrida qurilgan Zaytuna universiteti bo'lib, hozirmi mushu ism bilan davomlashib kelmoqda. 830-yili Bag'dod shahrida Baydul Hikmat bilimgoyi, milodiya 859-yili Marokashning Fas shahrida Qaravin universiteti, 970-yili Qayra Azhar universiteti qurilgan. Bu universitetlar hozirmi mushu ism bilan davom qilib kelmoqda. Yevropada tunji qurilgan universitet 1090-yili bo'lib, Padişah Rocher II musulmonlardan ilhomlanib qurib chiqqan ekan. Ondan 1222-yili Italiyada Padova universiteti qurilgan ekan. Musulmonlar milodiya 751-yili Talas, ya'ni hozirgi Qozog'iston Jumhuriyatining Jambul viloyati Taraz shahri urushida Xitoylarni yengandan keyin urushga qatnashgan Uyg'ur qatorliq millatlardan qog'oz ishlab chiqarish san'atini o'rganib olib, Samarqand shahrida tunji qog'oz zavodini qurgan. Ya'ni arab manbalarida Talas urushida musulmonlar asirga tushgan Xitoylardan qog'oz ishlab chiqarishning sirini o'rganib olgan deb qayd qilinadi. Musulmonlarning tunji basmaxonasi milodiya 900-yili Bag'dodda barliqqa kelgan. Ondan Damashq, Fas, Andalus qatorliq joylarda basmaxonalar va kutubxonalar qurilgan bo'lsa, bu taraqqiyotni musulmonlar Yevropaga 13-asrda elib borgan. 10-asrga kelganda Ispaniya Andalusdagi Qurtuba shahrida 700 masjid, 60 ming qasr, 70 kitobxona barliqqa kelgan bo'lib, bu kitobxonalarda 600 mingdan ko'proq kitob bo'lgan. Shu vaqtda Qayra kitobxonalarida 2 milliondan ortiq kitob bo'lgan ekan. Islom binokorligining izlari Ispaniyada hozirmi o'zini namoyon qilib turmoqda. Har kuni minglarcha sayohatchi ziyorat qilib turdi. Jabir ibn Hayyan, ya'ni 721dan 815-yilgacha yashagan. Sham diyorining sharqida dunyoga kelgan musulmon arab olimi. Ximiyada dunyoning ustozi deb nomi bor. Ximiyadan boshqa yana falsafa, astronomiya, tibobat qatorliq nurg'un sohalarning tunji nazariyasini o'tirg'a qo'ygan. Jabir ibn Hayyan dunyo tarixida tunji qitim ximiyani qo'llangan olim hisoblanadi ekan. Abu Bakr Razi milodiya 865-yildan 925-yilgacha yashagan. Aristo va Galenus qatorliqlarning inson jismining
tarkiblanishi haqidagi nazariyalarining xatoligini isbotlab chiqqan Ironlik musulmon olim. Falsafa, mantiq, ximiya, astronomiya, arab adabiyoti, matematika qatorliq sohalarda nurg'un kitoblarni yozgan. Onun mashhur kitoblaridan biri tarixiy tip, ya'ni tibobat tarixi degan kitobidir. Hasan ibn Hayyam milodiy 965-yildan 1040-yilgacha yashagan. Meditsina, fizika, astronomiya, falsafa, ko'z doktorligi sohasida dunyoga tonilgan va dunyoda tunji qitim ko'z operatsiyasini amalga oshirgan olim. Ibn Sina milodiy 980-yildan 1045-yilgacha yashagan. Meditsina sohasida dunyoda tunji qitim kitob yozgan musulmon Uyg'ur olim. Uning Al-Qanun fit-tib nomli asri dunyoning eng mashhur universitetlarida darslik qilib o'qitilgan. 12-asrda arabchadan latinchaga tarjima qilingan. Bu kitob Yevropada 19-asrning oxiriga qadar meditsinada asos bo'lib kelgan ekan. Ibn Rushdi milodiy 1126-yildan 1198-yilgacha yashagan. Andalusda dunyoga kelgan musulmon arab olim. Falsafa, fizika, tibobat, til adabiyot, fiqh, astronomiya qatorliq fanlarda mukammal yetishgan va dunyoga tonilgan olim. Mush fanlarning hammasida kitob yozgan bo'lib, kitoblarning soni 58 ga yetgan. Yevropada kulliyat fit-tib, ya'ni tibobatda asoslar degan kitobi. Islom dunyosida bidoyatul mujtahid va nihoyatul muqtasid degan kitobi mashhurdir. Farabi milodiy 874-yildan 950-yilgacha yashagan. Falsafa, adabiyot, matematika, mantiq, muzika, meditsina, metafizika qatorliq sohalarda tonilgan musulmon Uyg'ur olim. Aristoteldan keyingi ikkinchi muallim degan unvonga erishgan. Biruni milodiy 973-yildan 1048-yilgacha yashagan. Falsafa, meditsina, astronomiya, dorigarlik, geologiya, matematika, ximiya, jug'rofiya, tarix qatorliq ilm sohalarida mukammal yetishgan musulmon o'zbek olim. Zimin o'z o'qida aylandi degan nazariyani tunji bo'lib o'tirg'i qo'ygan va bu mavzuda 120 betlik kitob yozgan kishi. Mahmud Kashg'ari milodiy 1008-yildan 1105-yilgacha yashagan. Uyg'urlar ichidan chiqqan buyuk olim, mashhur ensiklopedik adib, dunyo til selishtirma tilshunosligining asoschisi. U bir qancha yillik umrini Turkiya xalqlarining tilini tadqiq qilishga atab, oxiri dunyoga dangliq mashhur asar Divanu Lugatu Turk, ya'ni Turki tillar divanini barliqqa keltirgan. Uni 1072-yil va
1074-yillar arsida Abbasiyalar xalifaligining poytaxti Bag'dod shahrida tamomlagan va uni xalifa Mu'tasimga taqdim qilgan. Ulug' olim Mahmud Kashg'ari Qarxonlar davlatining xon jamiyatidan kelgan shahzoda va dunyoga tonilgan olim bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı 2008 yılını Dünya Mahmud Kashg'ari yili deb bekitgan. Yusuf Xos Hojib miladi 1019 yildan 1085 yilgacha yashagan Qarxonlar davridagi Uyg'ur madaniyatining mashhur namoyandasi, buyuk mutafakkur olim, faylasuf, talantli adib va shoir. Buyuk olim Yusuf Xos Hojib o'zining dunyoga mashhur asri Qutatxu beligini miladiya 1069 yili Qashqarda tamomlab, Qarxonlar xoni Hasan Bug'roxonga taqdim qilgan. Qarxonlar xoni bu asarga yuksak baho berib, muallifga xos hojiblik unvoni berib, uni o'ziga eng yaqin maslahatchi, hokimiyat tayanchisi qilgan. Hasan Bug'roxon hokimiyat beshida 40 yildan ortiq turib, Qarxonlar tarixida eng uzun hukmronlik qilgan xoqon bo'lib qolgan. Bunimi İslam prinsipida ching turish va Yusuf Xos Hojibning tirishchanlik orqasida barliqqa kelgan tinchlik, muqimlik va gullanishning natijasi deb qarashga bo'ladi. Davomi bor.